Hayot shoshadi. Inson esa yashashni keyinga qoldiradi. Biz muhim deb bilgan narsalar ko'pincha aslida muhim emasligini juda kech tushunamiz. Mitch Albom qalamiga mansub Morining seshanba darslari kitobi hayot bilan ochiq suhbat. Bu kitobda shovqin yo'q. Bu yerda sokin, ammo chuqur haqiqatlar bor. Har seshanba bir umr darsi. Har sahifa yurakka yozilgan so'zdir. Ustoz va shogird o'rtasidagi suhbatlar bizni o'zimiz bilan yuzlashtiradi. Sevish, kechirish, yo'qotish va hayotni qadrlashni o'rgatadi. Bu asar shuni eslatadiki, inson boyligi bilan emas, qalbi bilan buyuk bo'ladi. Vaqt qaytmas ne'mat. Mehr eng katta kuch. Hayot esa har kuni beriladigan saboqdir. Morining seshanba darslari o'qib tugatiladigan emas, yurakda qoladigan kitob. Aziz kitobxonlar, agar ushbu asar sizda qiziqish uyg'otgan bo'lsa, sizni Yangiyo'l shahar axborot kutubxona markaziga chorlaymiz. Bu yerda siz Morining seshanba darslari asarini mutolaa qilib, hayotning eng samimiy va bebaho saboqlaridan bahramand bo'lasiz. Barchangizni kutubxonamizda kutib qolamiz.